Sarak suv omborining umumiy hajmi 170 million metr kub tashkil etadi. Bugungi kunda suv omborida 119 million 750 ming metr kub suv mavjud bo'lib, suv sathimiz 1104.45 metrni tashkil qilmoqda. Suv omboriga quyilayotgan suv sarfi 34.31 metr kub sekund bo'lib, GES orqali chiqarilayotgan suv sarfi 20 metr kub sekund tashkil qilmoqda. Filtratsiya suvlari miqdori 54.5 litr sekund bo'lib, bu loyihada belgilangan 146.7 litr sekunddan ancha past ko'rsatkich hisoblanadi. Mavjud suv zaxirasi va bo'sh hajmni hisobga olganda, Sarak suv omborida kelishi mumkin bo'lgan sel va toshqin suvlarni qabul qilish imkoniyatiga ega. Gidrotexnik inshootlar, nazorat kuzatuv tizimi, zatvorlar belgilangan tartibda ishlamoqda. Suv omborining ekspluatatsiya holati barqaror bo'lib, uning ishonchli va xavfsiz faoliyat yuritish uchun hech qanday muammo kuzatilmayapti. Sarak suv omborida vaziyat doimiy nazorat ostida. Suv resurslaridan samarali foydalanish hamda aholi iqtisodiy tarmoqlarni suv bilan ta'minlash bo'yicha ishlar reja asosida davom ettirilmoqda.